Mushtak chalindi do'stlar. Men ham shuni kutayotgandim. Endi hammasi qog'ozda yozilgandek bo'lgani ma'qul. Ortga ham Kucherenko Chirigani yetkazdi. To'g'ri jarima maydonchasi ichigami? Yo'q, qisqa paslar bilan reja qilinganda, ammo o'tmay qoldi. Ivanov Nikolay qarayapti. Jarima maydonchasi ichi kaftdek ko'rinib turadi. Ichkariga to'pni yetkazdi Ivanov. Xavfli bo'ldi. Nazarimda ancha xavfli bo'ldi, chunki imkon berishdi. O'ng qanot. Uzoq masofadan urinish noaniq chiqdi. Lokomotivni ham qo'llab-quvvatlash uchun muxlislar kelganda mana bu hayqiriqlardan tinglab bilish mumkin. Ajoyib harakat qilmoqda uy uchrashuvlarida. Hozir esa Dinamoda imkoniyat. Mana Abdusalomov to'g'rilab zarba yo'llashi mumkin. To'g'riladi, zarba yo'lladi. Ammo nahotki o'z jamoadan shu to'g'anoq bo'ldi. Ofsayd qayd etilmoqda. Ofsayd ham o'z shu tufayli qayd etilmoqda. O'ng qanot yuqoridan uzatma. Himoyachilar uzoqlashtirishmoqda. Bu aynan Anzur Ismoilov. Va mana bu yerda qoida buzildi. Samarqand foydasiga qaror va bu 7-raqamdagi Sanjar Qodirqulov va Hoji Mirzayev ekan. Bo'ldi. Qodirqulov yoki Hoji Mirzayev. Sanjar zarba yo'lladi. Aniq. Foydalanish mumkin edi. Endi o'zi ishladi balki. Yana toshkentliklar to'pni egallab olishdi. O'ngga pas berdi. 9-raqamdagi Suhrob Nurullayev yaxshi ochilgani darvoza bo'sh. Olisdan zarba va gol! Qanday gol! Adam Nemanov oldinga chiqqandi Temurxo'jadan esa do'stlar hatto Pele ham orzu qilgan gol markazdan. U yerda shubhasiz Suhrob Nurullayev chalg'itdi, darvozabon pozitsiyani yo'qotdi va u yog'iga qutqara olmadi. O'rozov ham Temurxo'janing tajribasi tur golining, ya'ni kamida tur golining guvohiga aylanyapmiz. Agar mavsum golga aylanib ketmasa, endi kim biladi, chiroyli gollar ko'p. Yaxshi uzatma, chiroyli. Temurxo'ja gol. Temurxo'ja Abduxoliqov yana chiroyli gol. Ajoyib tarzda o'ynayapti bugungi uchrashuvda. O'zi umuman mavsumda tajribali hujumchi, 35 yoshda O'zbekiston Superligasi top urarlaridan biriga aylandi mana hozir. Nemanov bu golni ham oz foizini o'z zimmasiga olishi mumkin. Tupliyevdan pas ekan. Bilol assistni yozib qo'yadi. Adam Nemanov keyinchalik esa mana Dinamo himoyalanmoqda. Loko esa hujumni davom ettirmoqda. Chiroyli. Temurxo'ja hat-trikka qarab ketyapti. Zarbasi noaniq. Dinamo zarba yo'llandi. Omonov Aziz harakat qilib ko'rdi. 83 daqiqalarga olib qo'yadi murabbiylar, lekin mana majbur. O'yinni o'zgartirish kerak. Aziz Amonov harakatlar, zarba va gol! Aytgandik, hozirgina ta'kidlab turgandik. Azizbek Amonov formada bo'lsa, uncha himoyaga muammo bo'la oladi. Endi nega unday? Chunki sobiq jamoasi. Qabul qilib oldi, qarang. Chiroyli fint bilan o'tdi. Ikkinchi himoyachini ham chalg'itdi. Endi do'stlar ijro. Ammo
Abdurahmonov. Yirik plani namoyish etilmoqda. Yurish qildi murabbiylar. Ikki tomonda ham oldinga uzatma, mana imkoniyat, zarba va seyv darvozabon Neymanovdan. Yana bir urinish, bu safar himoyachi endi esa Abduxoliqov. Mana imkoniyat endi Abduxoliqovda. To'xtatdi Temurxo'ja, hali ham davom ettirsa bo'ladi. Pas bor, zarba va yana Neymanov. Edem nima qilyapti? Takroran ko'ramiz. Kozlovdan boshlandi hammasi. Temurxo'ja bu yerda zo'r o'ynadi. Abduxoliqov o'zi zarba berish ham mumkin edi. Lag'zani yo'qotib qo'ydi va keyin uzatma o'ylab topdi. Uzatmani esa zaxiradan maydonga tushgan O'rozov. Jahongir o'zi boryapti. Aniq uzatma, chiroyli kombinatsiya, mana imkoniyat va yakunlash mumkin. Aziz Omonov super seyv Kozlovdan. Ajoyib kombinatsiya edi do'stlar. Uncha yarashmaydigan holat, yuqoridan uzatma. Mana imkoniyat. Erkin zarba deb ko'rsatyapti hakam. Qizil. Firdavs Abdurahmonovga qizil. Wow, nima bo'ldi bu yerda? Hakamga ochiqdan ochiq qandaydir e'tiroz bildirgan bo'lishi mumkin. Takror lavhani ko'ramiz va oydinlik kiritamiz. Nima bo'ldi bu yerda? Endi aslida penalti so'rayapti Dinamo muxlislari. Bu epizod bu seyv bilan bog'liq. Bu yerda hech narsa yuz bermadi. Ya'ni yuz berdi. To'xtasinovdan pas. Mana bu Azizbek Amonov. Azizbek chap qanotdan o'tdi bir raqib. Darvozabon qaytarmoqda Kozlov. Imkoniyat. Oliston zarba. Wow! Jaloliddin Jumaboyev. Firdavs Abdurahmonovning o'rni bor bu yerda. Ohista qoldirildi. Jahongir O'rozov aniq uzatma, Xislat Xalilov qabul qilib oldi va endi ichkariga pas. Xavfli bo'lishi mumkin. Azizbek Amonov. Oh, qanday so'nggi soniyalar. Yaxshi kombinatsiya edi. Qarshilik ham bor edi va shu boisdan zarba kuchsizroq chiqdi. Bo'ldi. Hushtak chalindi 1-2. Lokomotivning g'alabasi qayd etilmoqda, ammo Dinamo oxirigacha o'ynadi, oxirigacha harakat qildi, hatto qizil bilan ham vaziyatlar yuzaga keltirdi. Lokomotiv muxlislarini esa tabriklash mumkin. Ular jadvalda yuqorilashmoqda, mavsumdagi 3-chi g'alaba.